Bu Neymar, bu esa tasodifiy obunachi. Agar uni bugun birga birda yengsa, men unga $500,000 beraman. Shuningdek, men dunyoning eng yaxshi to'p otuvchisi, eng yaxshi to'p uruvchisi va eng yaxshi to'p urarlarni, dunyoning mashhur sportchilarini oddiy odamlarga qarshi qo'yaman. Boshlaymiz. Bu Serena Williams, tarixdagi eng buyuk ayol tennischisi. Uni kimga qarshi qo'yaman? Qani olib kelinglar. Mana bu 4 ta egizak. Salom. Voy xudoyim. Agar sizlardan biringiz Serena Williamsning harakatini qaytara olsangiz, men sizlarga $100,000 beraman. Agar qaytara olmasangiz, pul Serena tanlagan xayriya fondiga yuboriladi. Siz buni uddalaysiz. Albatta. Tayyor bo'ling. Vaqt keldi. Qani boshladik. Serena Williams dunyodagi eng tez tennis to'pini urgan ayol. Omad tilaymiz egizaklar. Voy, to'p barchangizdan o'tib ketdi. Kechirasizlar. Men bu pulni Yutunde Price resurs tashkilotiga yuboraman. Shuning uchun bu juda meni xursand qilmoqda. Meni xursand qilgan narsa bu videodan Stephen Curry va Neymar bor. Uni keyinroq ko'rasiz. Lekin hozir esa boshqa bir basketbol yulduzi bilan birga bir o'yin. Navbatdagi birga bir o'yin. Giannis, ya'ni Greg Freak, 9 karra All-Star, 2 karra MVP va NBA chempioni. Uning raqibi Tristan, oddiy basketbolchi. Qani ketdik do'stim. Kim birinchi bo'lib lay-up, jarima, uchlik va yarim maydon zarbasini urib chiqsa, shu odam $100,000 yutadi. Men butun pulni yutaman. Ko'ramiz, oddiy yigit NBA chempionini yenga oladimi? 3, 2, 1. Boshladik. Qani kim yutarkan? Kut, u urdi. Bu poyga-ku. To'pni menga bering. Hey, unga yordam ber, Nolan. Wow! Tristan allaqachon $100,000 ga yarim yo'lda. Jarima to'pini urishing kerak, Giannis. Wow, Tristan azoblayapti. Men tayyorman. Wow! Giannis, nima bo'lyapti o'zi? Bo'lishi mumkin emas. Agar u ursa, Tristan yutish uchun unga hozir yarim maydon zarbasi kerak. Giannis jarima to'pini urdi. U NBA chempioni. Bu aqldan ozgan narsa. Men rosa azoblanyapman. Nima deding? Azoblanyapman deysanmi? Ha, men hozir juda azoblanyapman. Qara, uni jahli chiqqan. Bu yigit keldida $100,000 bilan qaytyapti. Voy. Yaxshimisan? Yaxshiman. Pulga cho'kib ketmaydi. Endi agar Greg Freak oddiy yigitni yenga olmagan bo'lsa, boshqa bir basketbol afsonasi urinib ko'rsin-chi. Keyingi birga bir bahsda bizda dunyoning eng zo'r uchlik otuvchisi Stephen Curry bor. Stephen Curry. NBA tarixidagi eng ko'p uchlik zarba egasi. Hech bir inson tarixda Stephen Currydan yaxshi to'p otmagan. Shu sababli u favorit sifatida to'qnashadi. Bu esa maktabning eng yaxshi otuvchisi. Salom. Biroz qiziqarli o'yin uchun tayyormisan? Ha, bo'ladi. O'yin juda oddiy. Stephen Curryga 30 soniya vaqt beriladi. Qancha uchlik ursa, shuncha yaxshi. Keyin Demarionda 60 soniya vaqt bo'ladi. U bu natijada ortda qoldirish kerak. Agar uddalasa, unga $100,000 beramiz. Agar yutqazsa, u pullar Stephen Curry aytgan xayriya tashkilotiga yuboriladi. Qaysi birini ko'proq yoqtirasan? Stephen Curry yoki LeBron? LeBron. Voy, unga qarshi o'ynashdan oldin unga dushmanlik qilmaslik kerak edi. Mayli, burchakka bor. Endi ko'ramiz, nega u tarixdagi eng zo'r otuvchi. 3, 2, 1. Boshladik. Wow, u birinchi urinishdayoq to'pni tushirdi. Wow, u biror marta o'tkazib yubormadi. Va bu birinchisini o'tkazib yubordi. Bo'la qol, senda 20 soniya vaqt bor. Wow, senda yarim vaqt qoldi. Senda 15 soniya vaqt bor, shoshilishing kerak. Hozirgacha faqat 8 ta. 3-javonga o'tdi. Faqat 10 soniya qoldi. Wow, yana o'tkazib yubordi. Qani bo'la qol, shoshilishing kerak, tezlash. 3, 2, 1. Vaqt tugadi. 30 soniya va 14 ta to'p. Ha, men. Qani endi boshladik. Endi Demarion. Bu ortda qoldira oladimi, ko'ramiz. Chun Stephen Curryga nisbatan 2 barobar ko'proq vaqtga ega bo'ldi. Men rostdan ham u buni uddalashni xohlayman. Demarion butun maktab oldida hayotini o'zgartiradigan $100,000 ni yutadimi? Ko'ramiz. Ketdik. 3, 2, 1. Boshladik.
100 ming dollarlik o'yin. Mayli, hozircha o'yin emas, hali taslim bo'lma. Eslatib o'taman, senda 2 barobar ko'proq vaqt berilgan. Bo'ldi, bitta urdi. 100 ming dollar uka, diqqat qilsang bo'ldi. U asta-sekin o'ynashga tushdi. Senda hali yarim daqiqa vaqt bor. Endi u yutish uchun barchasini tushirish kerak. Hey, aytingchi kim yutadi? Vaqt kam qoldi. 3 2 1 bo'ldi. Olg'a. Demarion 9 ta, Stephen Curry 14 ta. Qanday bo'ldi, ukam? Yuraging va o'zingni yo'qotdingmi? Ha. Stephen, 100 ming dollarni qaysi xayriyaga yo'naltiramiz? Eat, Learn, Play fondiga. Bu zo'r joyga yetib ketadi. Endi esa dunyoning eng zo'r poygachilaridan biri bilan video bo'ladi. Keyingi birga bir uchun 2 karra Formula chempioni Dan Ticktum. Endi u Ronni bilan poygaga tushadi. Ronni albatta professional haydovchi emas. Shuning uchun u 3 aylanma qilish kerak bo'ladi. Ticktum esa 4 aylanma qilish kerak. Agar sen yutsang 100 ming dollar seniki. Agar sen yutsang 100 ming dollarni o'zing aytgan xayriyaga beramiz. Bu mening xayriyam. Pul menga keladi, uka. Sen bizning videolarimizda qancha pul yo'qotganing esingdami? Ikkovlaringiz dunyodagi eng tez start oluvchi sportkarlar ichida. Bu yer yuzidagi eng tezkor mashinalar. Shunday sportkarlar Formula 1, Formula E va hokazolar. Va bu mashinani do'stimga beryapmiz. Men hech narsa eshitmayman, haydayman xolos. Shu video uchun sinov aylanmasida devorga urilganimni unutmayman. Shuning uchun uni ayblamayman. Meni duo qiling ona, 100 ming dollar qo'yilgan. Tayyormisan? Ronni tayyormisan? Tayyor bo'lsang boshlaymiz. 3 2 1 boshlandi. Oho, Ronni tez boshladi. Endi esa yo'q bo'lib ketdi. Uni parcha-parcha qilyapti. Bu dahshat. Dan allaqachon uzoqlashdi. Bu juda dahshat. Ana ular, mana juda tez. Dan uni yoqib yuboryapti. Ronni ehtiyotkor bo'lsa, Dan 200 km/soat tezlikda ketyapti. Hatto faraga qaramay, Dan uni sindirib yubordi. Bu mashina tez uka. Hozir uni tekis chiziqda ko'ramiz. Ana, mana u. Voy, u samolyotga o'xshayapti. Bu Ronni edi. Dan esa allaqachon ancha uzoqlashib ketgan. Ronni qani? Kelyapman. Ronni va nihoyat birinchi aylanani tugatdi. Mana u, yaxshi ketyapsan. Yo'q, yaxshi ketmayapti. Tezroq, nima qilyapsan, bro? Bu tekis chiziq-ku. Eshityapman, Jimmy, nima gap? Ronni, sindirilyapsan. Juda yomon burilish. Qancha tezlikda ketyapsan? 112. Axirdan ikkinchi aylanasini tugatdi. Ronni endi birinchi aylanasini tugatdi. Tezlash. Oxirgacha bosyapman aka. Dan seni aylanib o'tishi mumkin. Bo'ldi uka, eplaymiz. Tezroq uka. Kelyapman. Ronni, buni osonlashtirma. Forrest Gump kabi yuryapman, Jimmy. Forrestman, ukam, Jimmy Forrestman. Sen yaxshi ketyapsan-ku, lekin biroz sekin. Forrest Gump kabi yuryapman, Jimmy. Forrestman, Jimmy. Yo'q. Ko'rishguncha. Dan allaqachon 3-aylanasini tugatdi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Oxirgi aylana eng zo'ri bo'ladi. Dan finish chiziqdan o'tsa u yutadi. Ketdik. Qani ketdik. Allaqachon tugadi. Nima deyapsan? Dan yutding. Sen g'olibsan. Qani ketdik. 100 ming dollar. Ronni, senga sabr tilayman. Dan, qani aytchi, bu pullarni qaysi xayriyaga beramiz? Help for Heroes harbiylar jamg'armasi. Bu seni xursand qildimi, Ronni? Birozgina. U bank hisobim yaxshi xayriya deyapti. Hazilni qotirasan-da. Kuting, bu videoda Neymar ham tasodifiy obunachiga qarshi o'ynaydi. Lekin avval 20 mingga yaqin tomoshabinni to'plalgan stadion va NBA tarixidagi eng zo'r o'yinchilar quyidagilarni tomosha qilishyapti. NBA tarixidagi eng zo'r o'yinchilar. Tasodifiy yigit bugun
Dayman Lillardga qarshi o'ynaydi. U bir o'yinda 70 ochko qilgan o'yinchilardan 3 tadan biri. Dayman 3 ta to'p urishdan oldin u bitta urib qo'ysa, biz unga $100,000 beramiz. U hayajonda Dayman birinchi bo'lib uradi. Tarixdagi eng kuchli otuvchilardan biri. Voy, u o'tkazib yubordi. Aytchi, biror nima demoqchimisan? Birinchi urishdayoq yutaman deb umid qilaman. Qani senga omad tilayman. Urishing mumkin. Qara, bu aniq birinchisi. Qara, u ikkita urishdan avval sen bitta urib qo'yishing kerak. Ha, juda ham ozgina qoldi. Ha, balki u o'zicha qilayotgandir. O, bu havaskor sportchi uchun bo'ladi. Men ham sen yutishingni xohlayman, do'stim. Qani Dayman urdi. Ha, o, ozgina qoldi. Qarasangchi, u senga yengil qarayapti. Oho, u 2 dan 2 bo'ldi. Endi bitta urish kifoya. Wow, u urdi. Urdi. Ha, u urdi. Barchaning oldida $100,000 yutish bu qanday tuyg'u? Bu xuddi tushdek. Men dadamga minnatdorchilik bildiraman. Imkoniyatlar uchun rahmat, Jimmy. Barchaga nasib qilsin. Obuna bo'ling. Keyingi ishtirokchimiz 2 karra MVP, 6 karra All-Star chempioni Aaron Judge. Birodar, yaxshi yuribsanmi? U hozir uy derbisida kurashadi. Kutib oling. Uning raqibi dunyoning eng kuchli beysbolchilaridan biri. U to'p otuvchilarning eng yomon tushlari. 2-diviziondagi yirtqich. Judgening raqibi kutib oling, u Chandler. Salom do'stlar. Nechta professional homeronding bor? Bitta. Sendachi? Unda hozirda 300 tadan ortiq ekan. Shu sabab tenglik bo'lish kerak. Shuning uchun bunga 10 ta, Chandlerga esa 20 ta urinish beriladi. Qarang, biz tenglik tarafdorimiz. Bunga 10 ta urinish, Chandlerga esa 20 ta. Chunki bu professional. Balki senga bundan-da ko'proq berishimiz kerak. Ha, u juda ishonchli gapirdi. Chandlerda umuman imkoni yo'q. Chunki Judge Chandlerning 20 ta zarbasini bittada olib qo'yadi. Yoqqan bo'lsa boshlaymiz. Qani tayyorlaning. Uning birinchi zarbasi va u to'g'risi omadsiz chiqdi. Ana endi ikkinchi zarbani ko'ramiz. Qani, Chandler hayajonda. Ha, u birinchisini urdi. Ikkitadan bitta. Bu yaxshi. Qani endi 3-zarba. Wow, bu negadir o'xshamadi. Qani 4-chi? Va bu zarba ham amalga oshmadi. U Chandlerdan uryapti. Balki men urib beraman. Qani 5-zarba. Va bu Homeranmi? Va bu Homeran, bu ikkinchisi. U ikkinchisini urdi. Va u uchinchisini ham urdi. Unga shamol yordam beryapti. Nima? Bu Chandlerdan zarba beryapman. Chandlerdan, qara, unda kuzat. Ko'rdingmi, men to'g'ri aytgandim. Shamol endi to'xtadi. Eshitishimcha sen ham T-Mobile'dasan, to'g'rimi? T-Mobile'ga o'tsang, sen ham men bilan birga Meganta status olasan. U bilan bepul samolyot, Wi-Fi, mehmonxona va chegirmalar va Mobile TVga obuna bo'lish imkoni bo'ladi. Bu hisobga olinadi. Albatta hisobga olinadi. To'p panjaraning yuqori qismiga tekkani aniq. Nechta bo'ldi? Endi 8 tadan 4 ta. Chandler sanayapti. Sanab tur, Chandler. Chandler, qara. T-Mobile ilovasida sen jahon chempionatiga chiptalar yutib olishing mumkin va 1000 dan ortiq jonli efirlarni tomosha qilishing mumkin. T-Mobile operatori senga ko'p narsalarni taklif qiladi. Agar sen ham unga o'tmoqchi bo'lsang, Chandler yuzidagi QR kodni skanerla. Qani o'yinga qaytamiz. Yaxshi, endi so'nggi zarbani ko'ramiz. Ha, 10 ta urinishdan 5 tasi muvaffaqiyatli. Agar sen 6 ta homeran ursang, senga $100,000 o'tkazaman. Xo'p, hozir yoraman. Uning birinchi zarbasini ko'ramiz. Ha, mayli, bu 20 ta zarbaning endi birinchisi edi. Unda hali yana 19 ta imkoniyat bor. Endi faqat 40 fut uzoqqa ur. Nega bunaqa uryapsan? Bilmadim. U darhol bilmadim deyapti. Men 608 emasman-ku, nima qilay? Unda hali shans bor. Qani urasizlarmi o'zi?
U yon tomonga emas, devor ortiga urish kerak. U dastlabki 3 ta urinishdan faqatgina bittasini urdi. 这球一垒手就能接啊！打到外野手中间，但这不是全垒打。对，再用力点。好绕的，不算全垒打吗？6中0。哦，还差得远呢。 Sen butun maydonga zarba beryapsan. Bu yoqyapti. Nolan, bu sen o'zi qayerlarda yuribdi. Shuning uchun ham biz unga 2 barobar ko'p urinish berdik. Bu hisobga olinmaydi. U 11 ta urinishda hali biror marta tushira olmadi. Chandler, iltimos qilaman. Bu paytda hammada savol tug'ildi. Chandler bu holatdan chiqib keta oladimi? Chandler, to'xta. Senga yana bir taklif bor. To'xta. Bu yoqqa kel. Yaxshilab o'yla, qara. Agar sen bitta ura olsang, men ikkalangizga ham $100,000 dan beraman. Qara, sening qarshingda $100,000 turibdi. Aron, bunga bir maslahat ber. Men boshqa o'zgarishlarni nazarda tutgandim. Qani $100,000 uchun bos. Bilmadim, axir boshqa odamlar ham 5 tadan homeron ura olgan. Chandler esa hali ura olmayapti. Unda Chandler muammoli vaziyat qiroli. Hech bo'lmaganda bitta ura oladimi? Qani bol. U yanada yaqin keldi. Biroz qattiqroq. Yo'q, u qovun tushiryapti. Chandler zarbalar berishni davom etyapti. Endi suslashib ketding. Qani bitta. Yo'q, juda ham yaqin keldi. Afsuski. Qani ikkita urinish qoldi. Shamol biroz. Oxirgi urinish. Nima deb o'ylaysiz, u ura oladimi? Qani oxirgi zarba. Agar ursa, men unga $100,000 beraman. Bilasizmi, mana shuncha qoldi. Axir sen shu uchun pul olasan, to'g'rimi? Bu $100,000 ni qaysi xayriyaga beramiz? Bu pullar All Race Foundationga yuboriladi. Chandler, qarama, bu pul seniki emas. To'g'ri aytasizlar. Biroz omad yetishmadi. Sog' bo'l. Bu juda xafa. Navbatdagi birga o'tamiz, lekin bu safar biroz boshqacha. 5 nafar ishtirokchi, ular birgalikda jahon rekordchisiga qarshi. Ular ko'proq nafas ushlab turish kerak. Ularning 5 tasidan qo'rqmaysizmi? Yo'q, umuman. Ularga hurmat bilan boshqacha yuzlanamiz. Men bombacha sakrayman. Birinchi urinish, iloji boricha ko'p suvni chiqarishga harakat qilaman. Ichib yuborishga ham. Sen jahon rekordini ushlab turishga harakat qil. Men 48 yoshda boshlaganman. Hozir yoshingiz nechida? Hozir 60 yoshdaman. Nafas olish a'zolari yomonlashmaydimi? Mayli, 5 daqiqa yetadi. Hazal, sizlar uddalaysiz. Bu juda ham oson. Qani olg'a. Qani ularga buni ko'rsating. 20 daqiqada bu Lamborghini sizniki bo'lishi mumkin. 5 daqiqa degansan-ku. Ha, 5 daqiqa deding. Mayli, sizlarga 5 daqiqa ham yetadi. Ha, atiga 5 daqiqa. Sizlar uddalaysiz. Olg'a, bor kuchingiz bilan harakat qiling. Men yorib o'raman. Bo'ldi, shu. Qani bemalol tushib olishingiz mumkin. Qani? Qara, u nima qilyapti? Qara, unga yaxshilab qara. U chuqur nafas oldi. Sen ham tayyorlan. 3, 2, 1. Boshladik. Ikkalasi ham suv ostida. 5 nafar yigit jahon rekordchisiga qarshi. Ular ko'p suv ichida nafas ushlab turish challenge'ida. Biz yutamiz, faqat biz. Ular yutish tarafdori. U dimiqyapti. Axir u nafas ola olmayapti. U suvni tark etdi. Qanday qilib? Qani olg'a. Keyingi ishtirok tushadi. Tezroq chiqishing kerak. Qani bo'la qol. Qani olg'a. Nafas olishga ham ulgurmadi axir u. Bu esa shunchaki turibdi. Bu axir jahon rekordchisi. Bu nafas olish bo'yicha jahonni titratgan. Qanday qilib? Bularning ikkinchi ishtirokchisi ham taslim bo'ldi. Afsus. Qani keyingi ishtirokchi, tezlashing. Vaqtlar o'tdi va bu ham tark etdi. Keyingi ishtirokchi tushdi. U ham biroz vaqt o'tib,
o'yinni tark etdi va so'nggi ishtirokchi qoldi. Qara do'stim, Lamborghinining kaliti. Sen buni uddalaysan. Qani olg'a. Qani bos. Vaqt 3-daqiqa davom etmoqda. Hali hamon bu insondan qimirlashdan darak yo'q. Qarang, u chiqmoqchi bo'lyapti. U charchadi. 不！ Menimcha tamom barchasi. Siz taslim bo'ldingiz. Lamborghini Atman. Brat, siz zo'r turdingiz. Qanday qilib? Qanaqasiga? Axir bu hali ham turibdi. Qancha davom ettira olar ekan? Oradan juda ham ko'p vaqtlar o'tdi va u 11 daqiqa yu 45 sekund turdi. Endi keyingi bahsga o'tamiz. Bu yerda hot dog challenge bo'ladi. O'ng tarafimda Joy Chestnut. Uni siz har doim hot dog yeb yutgan chempion sifatida bilasiz. Tarixdagi barcha musobaqalarni yutgan. Chap tarafimda esa 4 nafar sumo kurashchisi. Ularning umumiy vazni 150 funtdan ortiq. 10 daqiqa ichida qaysi taraf ko'p hot dog yesa, $100,000 yutadi. 3、2、1， Vaqt ketdi. Qani boshlanglar. 正式开始了。 Ular har biri yarimtadan yedi. Demak, ikkita yeyishdi. Bu esa 4 tani yeb bo'ldi. 5 ta, 6 ta men yozib turibman. 我没办法将目光移开。不知道的。 Uni ko'rib men hayratdaman. Bu allaqachon 10 tani yeb bo'ldi. 热狗，他们才吃了4个 Bular Chestnutdan 2 barobar sekin yeyishmoqda. 之一，但相扑选手们没有轻易放弃。 这是第20个任务。 Chestnut 20 ta yeb bo'ldi. Atiga 2,5 daqiqa ichida. Ular esa faqatgina 11 ta. Mayli, yaxshi, faqat davom eting. To'xtab qolish yo'q. Festival shokoladini qanday baholaysiz? U sayyoradagi eng zo'rimi? Ha, albatta. Bitta tatib ko'ring. U juda mazali. Ta'miga baho berishingiz mumkin. Siz ham Mr. Beast Festival shokoladini sotib oling va mazza qilib tatib ko'ring. Bo'ldi, shokoladni unutib, tezroq hot dogni bosing. Men to'yib qoldim shekilli. To'ydim. 42 sekund vaqt qoldi. Hamma bosyapti, lekin bir inson o'yinni tark etdi. Qani olg'a, sizlar uni o'rniga yeyishingiz kerak. Qanday qilib? Qani olg'a, vaqt tugadi. Bu samoga qaraganda ancha qiyin ekan. Chandler, Chestnut nechta hot dog yedi? U 46 ta yedi. Samo kurashchilari nechta yedi? Nechta yeganini ayt. 33 ta. Vau, siz g'olib bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Aytingchi $100,000 qaysi xayriyaga beramiz? Bu pullarni Gleaners xayriya fondiga yuboramiz. Bu juda xursand qiladi. U Indiana shtatidagi och bolalarga yordam puli bo'lib boradi. Endi esa bizda so'nggi grand final. Bu Neymar bilan bo'ladi. Va nihoyat hamma kutgan biz grand finalga yetib keldik. 28 ta chempionlikni qo'lga kiritgan Olimpiya oltin medali sovrindori, eng asosiysi Braziliya tarixidagi eng ko'p gol urgan futbol yulduzi. 最厉害的是，他还荣获了巴西国家队历史上的最佳射手。 U hozirda bizning yigitcha Xigor bilan to'qnash keladi. 他的1-1对 Ular $500,000 uchun to'qnashishadi. Agar sen yutsang senga $500,000 beraman. Agar Neymar yutsa, bu pullar istagan xayriya fondiga yuboriladi. Tayyormisiz? Kechirasan, u yutqazding yigitcha. Sen undan qo'rqmaysanmi? To'g'risini ayt, Neymar qo'rqsa biroz hayajondaman. Oddiy bir inson futbol yulduzlaridan biri Neymarni yuta oladimi? Uni ushbu videoda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz bahsni penaltilardan boshlaymiz. Agar ular gol urishsa, biz 15 fut ortga qaytamiz va shunday davom etamiz. Biri gol ura olmaguncha davom etadi. Kim birinchi zarba beradi? Tosh, qaychi, qog'oz o'ynaymiz. Va Neymar birinchi zarba beradi. Tayyormisiz? Menga bosim qiling, axir sizga shu kerak, to'g'rimi? Birinchisi gol. Qani va gol. 都知道他们俩能 Shunday davom etishadi. Endi ular ortga qaytadi. 退 4.5 15 funt orqaga va keyingi zarbani berasizlar. Neymar ham, Xigor ham zarbalarni golga aylantirishdi va ular ortga qaytishda davom etishdi. 他们都很轻松。 Ular yaxshi tepishdi. Agar ulardan biri gol ura olmasdan ikkinchisi gol urib qo'ysa, ular o'yinni suzahoti tugatishadi va gol urgan g'olib bo'ladi. Agar shunday davom etsa, ular oxirigacha borishadi. Okey, sen birinchi zarba berib ko'r. Mayli, sen birinchi zarbani berib ko'rishing mumkin. Qani, zarba 哦， va bu gol. 目前最惊险的射门。 Endi esa Neymar zarba beradi. 哦，我的 Shuncha jurnalist oldida va gol. 这球拐了个 Qani, yana uzoqlashamiz. Men bosimni yaxshi ko'raman. Bu jahon chempionati bilan solishtirganda qanchadir hayajonli. Yo'q, jahon chempionati ko'proq bosimli. To'xta, tepishingdan oldin mana bu $500,000 ushlab ko'rishni xohlaysanmi? 只要你踢进球，
Agar sen gol ursang, Neymar o'tkazib yuborsa, bu pullar seniki. Qani shuning uchun bos. 好的。 Wow, agar Neymar gol ursa, hozir Neymar shunda 500 ming dollar yutdimi? Biroz imkon berishingiz kerak. Mayli, unga imkon beramiz. Agar hozirgi zarba crossbarga tegsa, mayli men yutdim. Agar tegmasa, imkoniyat qaytadan bo'ladi. Endi Neymar gol urish emas, crossbarga tekkizib gol urish kerak. Unga rahmat ayt. 别踢偏了，加油！ Maydonni o'tkazib yuborma. 好的， Ha, u gol urdi. Endi Neymarning zarbasini ko'ramiz. 内马尔直接就踢了。哦哦， Oh, u ham gol. 人生中见过最随意的一脚射门。 Bilimi, endi Neymar birinchi tepadi. Qani, o'zingizni joyingizni egallang. Neymar odatda jahon miqyosidagi darvozabonlarga qarshi o'ynagan. 这是空门。哦，我的天哪！ Uning zarbasi va bu gol. 你担心，可能要结束了。 瞄准那个摄像机， Kamera tarafga qarab aylantirib zarba ber. Bu oxirgisi bo'lishi mumkin. 看吧，就这么简单。 他做到了， Va bu gol urdi. 太棒了！ Gol. Biz hozir yarim maydonda turibmiz va ular zarba berishadi. 哦，我的天哪！哦，那 Oh, bu golmi? Yo'q, gol emas. Nimaga? Qani borib ko'ramiz, yuguringlar. 等一下，这算进球吗？ Bu gol emas. Axir to'p chiziqdan bu yoqqa o'tmagan. U axir gol-ku. 不算。 Yo'q, xohlasang o'zidan so'ra. Bu gol emas. Neymar, qani bu yoqqa keling, Neymar. Buni tekshirishimiz kerak. Oh, bu gol emas. Yo'q, gol emas. Gol hisobga olinish uchun to'p chiziqdan butunlay o'tib ketish kerak ekan va bu gol hisobga olinmadi. 意味着，如果你进， Senda imkoniyatlar kengaydi. Atiga bir dona gol va sen 500 ming dollarni yutib ketishing mumkin. Yarim maydon zarbasini ber 那西格尔， va qarshimizda 500 ming dollarlik zarba turibdi. 这是他最重要的一。 Agar gol ursang, 500 ming dollar seniki va Neymarni yutgan bo'lasan. Oh, bu gol axir, gol va bu 500 ming dollarni qo'lga kiritdi. Oh, bu kitlar qayerdan paydo bo'ldi? 太感人了！ Mana seni yarim million dollaring. Neymarga rahmat aytaman. Oh. 啊，金鱼！ Aha, juda kulgili. Senga ham pul beraman. Oh, video tugadi. Siz ham obuna bo'ling.